Biz New York shahri Staten Island'damiz. Verrazano ko'prigidan bor yo'g'i 17 minut. Orqamda turgan uy 2004-yil qurilgan. Ne kadar zor. Tarifga so'z yo'q. Bruklinchi akalarga jo'natib qo'yamiz va videoga like bosamiz. Qani ketdik, obzorni boshlaymiz. Mana uyga kirib kelishingiz bilan sizni shunaqa baland 9 feet balandlikdagi zal kutib oladi. Oynalari juda ham katta. Mana bu chap tomonda bo'lsa powder room bor, tualetchasi. O'ng tomonimizda basement, buni keyinroq ko'rsatamiz. Oshxona yangi noldan ta'mirlangan, kafellari juda ham zo'r. Buni ko'ryapsizlar, mana backsplashlar hammasi kafel qilingan tepasigacha. Bu vitushkasi ham bor. Biz odamlar ko'p ovqat pishiradi, tutun akkuratni chiqib ketadi. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini. Bu tomonda yana doполнительный kabinetlar bor. Agar oilangiz bilan nonushta qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Toza havo kerak bo'lsa, mana tashqariga ham chiqishingiz mumkin. Kattagina deki bor. Bu yerda mana tashqariga qarasangiz basseynchasi ham bor. Agar sizga kattaroq joy kerak bo'lsa, basseynchani buzib tashlasak ham bo'ladi. Bolalar mazza qilib o'ynaydi agar o'tsa. Demak, yuqori qavatimizda chap tomonga borsangiz, ikkita xona bor. Oynalari juda ham katta va eng muhimi, bu yerda laundrysi ham bor. Kirdi pastga olib tushaman deb ovora bo'lmaysiz. Bu esa общий vannamiz. Hamma yog'i mana ko'ryapsizlar, akkuratniy kafel bilan ta'mirdan chiqqan. Bu tomonni esa master sifatida ketadi. Masterni ichida to'g'ri, o'zini alohida vannasi yo'q, lekin kladovkalari juda ham katta. Bu esa basement qismi. Mana chap tomonga kirsanglar, garajni pashti yarmisini xona sifatida foydalanishyapti. Polniy kafel ham qilingan, chunki basementda suv oqishi mumkin. Bu esa kladovka, zinapoyan tagida narsalar kerak bo'lsa qo'yishingiz mumkin. Bu yeri mana katta zal, farzandlar o'ynash mumkin xohlasangiz, ba'zida mehmonlar kutishingiz mumkin. Eng muhimi bu walkout basement, ya'ni basementdan tashqariga ham chiqsa bo'ladi.